6,5 million so'mga bunaqa kvartirani hech joydan topolmaysiz. Aniq bilaman, topolmaysiz. Faqatgina Samarqand uylar kanalidan topishingiz mumkin bunaqa ideal kvartirani. Diqqat bilan eshiting. 97 metr kvadratlik uy, kadastr hujjatlari bor, ipotekaga ham to'g'ri keladi. Bu uyimizning kirish eshigi va hol. Uyimiz korobka holatda, buni o'zini muxlislari bor. Nimaga? Chunki o'zlarini didday, vkusiday qilib ta'mirlab oladi. Qarangizlar, qanday zo'r hol, kiroch qismi. Uyimiz skvoznoy joylashgan. Asosiyini aytaymi? Gluxoy xonalarsiz 3 xonali xonadon. Keling, uylarning xonasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda bitta uyimizda mehmonxonasi joylashgan. Har bir xonada deraza bor, gluxoy xonalari yo'q. Derazalar ak va 2 qavatlik, shkaturkalar qilingan bitta malyarni kirgizamiz. Endi remotga keladigan bo'lsak, begona qilmaymiz. O'zimcha yerdaman. Chiroyli qilib ta'mirlab beramiz. Va uyimizda yotoqxonasi. Xohlang kattalar uchun, xohlang bolajonlar uchun yotoqxona qiling, chunki bugun xonamizda hammasida deraza bor, do'stlar. G'ishtlik dom. 4-qavatda joylashgan, 7 qavatlik dom bo'lyapti. Plyuslari juda ham ko'p, hozir aytib o'taman. Sanuzil ko'pchilik alohida so'rashadi. Mana, bu yuvinish xonasi bo'lyapti. Bu alohida bitta sanuzil va juda ham kattagina. Xohlagan vannani qo'yish mumkin, razmerdagi vannani. Jakuzi qo'yasizmi, farqi yo'q. Va ikkinchi sanuzilimiz. Aynan sizlarning talablaringiz. Mendan ko'pchilik sanuzili alohida bo'lsin deydi. Xo'p, navbatdagi xonasiga o'tamiz. Mana bu yerda menga yoqqan xona mana shu bo'ldi, chunki ikkita deraza joylashgan. Domni yonbosh tomonida ham bor va domni oldi tomonida ham deraza bor. Mana shunday ko'rinishda regl yo'q, e'tibor beryapsizlar, tekis patolog bo'ladi. Keling, oshxonaga o'tamiz. Bu uyimizning oshxonasi. Oshxonada o'tirib ovqatlanish uchun yetarlicha joy bor. Mana bu yerda yarim quruq shaklda oyna tushgan, domni fasadi shunaqa. Endi xuddi 77-seriyaga o'xshagan bu yerda sushilka ham bor ekan. Shu sushilkani bitta ko'rsatmoqchi edim. Biroz musor bor ekan bu yerda. Ha, buni olib tashlanadi. Mana ko'rsatib qo'yaylik. Bu padis tomonidan tushgan sushilka bo'ladi. Mana bu yerga gaz plitani chiqarib qo'yib, bemalol pishir kuydir xonasi alohida, ovqatlanish xonasini alohida qilib qo'ysak bo'ladi. 97 metr kvadrat. E'tibor qiling. Bunaqa planirovka juda ham noyob. Ikki tomonga qaragan xonalar alohida, xonaga o'tilmaydi. Hamma xonada deraza bo'lyapti. Mana bu plyuslari bo'lyapti. Xo'p, narxiga o'tamiz. 6,5 million so'm uyning narxi. Xulosa chiqarishga shoshilmang. 1 metr kvadrati 6,5 million so'm. Naqd va ipoteka asosida sotiladi. Barter masalasi. 2 xonali kimda bo'lsa, ustiga pul berib buni olishingiz ham mumkin shahar ichidan. Yangi dom eskidan farqi yo'q. Manzil Samarqand shahar Sino hududi, mo'ljal Smart City. Mana bu yerdan bitta ko'rsatamiz. Ko'pchilik bilishmayapti Smart Cityni yoki Sinoni. Bu Obilgayni bilsangizlar kerak, Pavorot tomonda. Yoki bo'lmasa mana bu yerdan ko'rsatamiz. Ana Sag Glam magazinining ro'parasi bo'lyapti. Oldimizda maktab bu. Mana bu maktab bo'ladi mana. Shundoq qilib maktab orqasida joylashgan. Sal yursak Pavorot Super Hot Dog va vokzalga chiqib ketish yo'llari bo'ladi. Beska hududi ham bu yerga yaqin. Family Park xullas yaxshi joyda joylashgan. Suv, gaz, sveta, momo yo'q. Shkaturkada, stяжкада bitta ustonni kirgizamiz, uy ustasiga murojaat qilamiz, uyni chiroyli qilib ta'mir qilib beradi. Qiziqqanlar telefon qilamiz. Ipotekaga oluvchilar boshida kamida 30% to'laymiz, qolgani 10 yil muddatga kredit bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat, videoni qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Bizga obuna bo'ling, mana shunaqa shokolad variantlar tushib qoladi. Hammaga rahmat.